soldiers, we don't play, yeah, we're ready for war. Dildagi Geçmeyim sensizlikle soramam. Yüz bursa bu keng olam bizdan sensizlikle soramam mendan sensizlikle. We'll be victorious, victorious. We'll be victorious. Ready for the battle, ready for the pain. Only ones alive that can walk through the flames. We'll be victorious, victorious. We'll be victorious, victorious. Victorious. بین هر کنه خوده که bayram doy va xursandchilikka to'la umr butun dunyoga jaranglaydi. Xalq talabalar kuni bilan tabriklayman. Tadbirlar o'tganligiga nisbatan ancha zo'r bo'lishiga ishonaman. O'z beni har kuni xuddi bayram. Вообще огонь. Ну, мы думаем, там будет очень весело и много позитивных эмоций. Davrada do'st bilan raqsda har kuni hamma eshiklarni ochdi. O'z beni taniydi toshdi. Butun dunyo bilib qochdi. Uyini tashlab yegani oshdi. Eng shirin mevalar, chiroyli dostonalar. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar va qadrli talabalar. Fan va texnologiyalar universitetida o'tkazilayotgan milliy qadriyatlar talabalar nigohida deb nomlangan show konsert dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehmonlar va qadrli talabalar. Har bir xalqning yuragida bir g'urur bor, bir faxr bor. Bu uning milliy qadriyatlaridir. Qadriyatlar bu ajdodlar merosi, bu o'zlik, bu tarix va kelajak o'rtasidagi ko'prikdir. Bugun Fan va texnologiyalar universiteti talabalari ana shu qadriyatlarni o'z nigohida, o'z tuyg'ulari bilan birgalikda ifoda etadilar. Milliy qadriyat bu ota-onaga hurmat, elga sadoqat, yurakka muhabbat demakdir. Ular bizni mehr, odob, sabr va sadoqatga o'rgatadi. Bugungi tadbir orqali biz qadimdan kelayotgan o'sha ma'naviy boyliklarni talabalar nigohi bilan ko'rsatmoqchimiz. Chunki bizning yoshlarimiz ertangi kun egalari, milliy qadriyatlarimizning davomchilaridir. Har bir avlod o'z davrida qadriyatlarini anglaydi. Ularga yangi mazmun beradi. Bugungi tadbir o'sha o'zlikni anglash, an'anani e'zozlash va milliy ruhni his etish bayramidir. Shunday ekan barchangizni biz bilan birga milliy qadriyatlar olamiga sayohat qilishingizga taklif qilib qolamiz. Milliy qadriyatlarimiz talabalar nigohida konsertimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Hozir esa fursatdan foydalanib universitetimizning mehmoni, Zulfiyo mukofoti sohibasi, shoira Kumush Absalomani davramizga taklif etsak. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum barchangizga. Men ushbu qutlug' dargohda ikkinchi bor ishtirok etyapman. Atmosfera har doimgidek zo'r. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan yo'lga qo'yilgan ma'rifat ulashish loyihasi doirasida biz kabi ijodkorlar oliy ta'lim muassasalarida mehmon bo'lib yuribmiz va sizning universitetingizda ekanligimdan xursandman. O'zimizga va o'zligimizga qaytayotganimiz bilan barchangizni tabriklayman. Yigitlarimizni boshida do'ppi, bir-biridan go'zal opa-singillarimizni ustida esa milliy liboslarimiz. Bu albatta bizni xursand qiladi. Umuman boshqa she'r o'qish niyatim bor edi, lekin bugungi tadbirning ruhi va milliy liboslarni ko'rib, qizlarni sevi bilan bog'liq bir she'rni o'qib berishga qaror qildim.
bir sandiq so'z. O'z sepimga hayajonda ko'z soldim. Birdan qamashib ketdi ko'z oldim. Eng sara, eng go'zal, eng dilbar onam sepimga bir sandiq so'z soldi. Bu so'zlarni so'zlaganda el dadil, bu so'zlarni so'zlaganda er dadil, bu so'zlarni so'zlaganda men dadil. Ular meni baxt tomonga eltadi. Bir sandiq so'z bir umrga yetadi. Alla bolam, alla desam bolamga, assalomu alaykum deb olamga xush keldingiz. Xush ko'rdik deb bot bir sandiq sepimga ko'mgan odamga atlas so'zlar, adras so'zlar, bo'z so'zlar, shoyi ipak so'zlar, banoras so'zlar, baxmal so'zlar, movut so'zlar, xos so'zlar, xoksor so'zlar, balandparvoz so'zlar. Onam yona solibdi bir nayqamish, bobolarning o'gitini payqamish, uyda ona tili jaranglab tursa, yov bostirib kirgani ham hayqarmish. Yana takror sandiqchaga ko'z soldim, o'z qizimga qoldirgani qarz oldim. Eng shirin, eng achchiq va mukammal onam sepimga bir sandiq so'z soldi. Bobolarimizdan, momolarimizdan o'tib kelayotgan qadriyatlarimiz biz orqali farzandlarimizga va kelajak avlodga ham go'zal ko'rinishda yetib borsin. Biz ushbu zanjirning mustahkam bog'i bo'laylik. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xursand bo'ldik. Xo'p, mana shu joyda endi taqdirlanish kerak bo'lgan ustozlarimiz bor. Ana o'shalarni sizlarning guvohliginglarda taqdirlab olsak, agar yordamlashib orasida tashakkurnomani olib kelib berasizlar. Mana shu joyda qarsak chalsanglar ham bo'ladi. Fan va texnologiyalar universitetida milliy qadriyatlar talabalar nigohida mavzusida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda faol ishtiroki, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish, yoshlar ongida vatanparvarlik, milliy g'urur va ma'naviy yetuklik tuyg'ularini mustahkamlash yo'lidagi tashabbusi hamda ibratli ishtiroki uchun Rivojov Sherzod Shoimovich taqdirlanadi. Bitta guldiroz qarsak kelar ustozga. Rahmat. Rahmat. Aynan mana shu tashakkurnoma bilan G'oyib va Mahliyo Abdullayevna taqdirlanadi. Aynan mana shunday tashakkurnoma bilan Sattor va Hanifa Suliyeva tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Sharipov Rahimjon Zikriyovlar aynan mana shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Jo'rayeva Muxlisa Murodaliyevna. Tolipov Abdulvoris Fayzulla o'g'li. Abdulvoris akam tadbirdalar adashmasam. Aynan. Fayzullayev Dilshod. Tabriklaymiz. Davomiy qarsa kelar bo'lsin. Valiyev Mirkomil Sodirxon o'g'li. Shadimetova Mahmudjon Bekmatovich.
Sabohat Satullayevna. Davomiy qarsak chalib tursanglar yarashadi sizlarga. Aynan mana shunday tashakkurnoma bilan Buri va Dilzora Achilovna barcha taqdirlangan ustozlarimizga gulduros olqishlaringiz. Endi mana shu joyda eng asosiy ishni qilamiz. Ya'ni bugun 17-noyabr xalqaro talabalar kuni. Biz bugungi kunni milliy qadriyatlarimiz talabalar nigohida deb, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish kuni deb konsert uyushtirdik, tadbir uyushtirdik. Aynan bugun birinchi kurslarimizni hozir eng asosiy ishni qiladigan kunlar. Chunki bugun qasamyod qabul qiladigan kunlari. Sizlarning e'tiboringlarni markaziga birinchi kurs talabalarimizni taklif qilib qolamiz. Marhamat. Qasamyod qiluvchi talabalarimizni davramizga taklif qilib qolamiz. Kelinglar. Bu jarayonda har birimiz mehnatsevar va intiluvchan bo'lishga, har bir dars, seminar va mashg'ulotlarni o'z vaqtida bajarishga, ustozlarimizning mehnatini va vaqtini qadrlashga, ko'maklashishga harakat qilamiz. Ustozlarimiz hurmatini saqlab, ular o'tayotgan darslarda faol ishtirok etishga, ustozlarimiz darslarni hurmat qilib, ular o'tayotgan darsda faol ishtirok etishga, talabalar, universitet talabalari sifatida darslarda faol ishtirok etishga, har bir kunda ilm olish va rivojlanish sifatida qabul qilishga, darslarda to'liq ishtirok etishga. Universitetning ichki ta'lim qoidalariga rioya qilishga, odob axloq va universitetning ichki ta'lim qoidalariga rioya qilishga, odob axloq qoidalariga rioya qilishga, boshqa o'quvchilar uchun namuna bo'lishga qasamyod qilamiz. Uning rivojlanishi uchun o'z bilimlarimizni namoyish etishga, universitet sha'nini yuksak qilish uchun bilim va ko'nikmalarimizni namoyish etishga, milliy va madaniy qadriyatlarimizni saqlab qolgan holatda xalqaro va respublika tanlovlarida qatnashishga qasamyod qilamiz. Universitetning har bir kunida shu maqsad sari intilib, bilim va ko'nikmalarni oshirishga, kelajakda o'z sohamizda yuksak yutuqlarga erishib, mamlakatimizni xalqaro maydonda tanitish uchun barcha kuch va intilishlarimizni safarbar etgan holda, yuqorida keltirilgan barcha burch va mas'uliyatlarimizni o'z zimmamizga olib, ularga amal qilishga, universitetimiz sha'nini oshirishga, ota-onamiz hamda ustozlarimiz ishonchini oqlashga va vatanimizga sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Rahmat, to'xtab turasizlar. Xo'p bo'ladi. Ana endi sizlarning gulduros qarsakiylar sadosi ostida talabalik guvohnomasini topshiramiz. Marhamat. Barchalarning o'qishlaringlarga omad tilab qolamiz. Albatta, o'zingizlar orzu qilgandek YouTube kasbigasi bo'lishingizni so'rab qolamiz. Rahmat. Bitta gulduros qarsakilar bo'lsa talabalarimizga. Xo'p. Ana endi rasmiy joyini o'tkazib oldik. Endi badiiy qismiga ham o'tsak bo'ladi. Badiiy qismiga o'tsak bo'ladi. Bormiz, siz ham keling bu yoqqa. Ana, ya'ni milliy kiyimlarimizni taqdimotiga navbat bersak, nima dedingiz? O'zbekiston milliy kiyimlari bilan yanada go'zal bo'lib ketishadi, ayniqsa qizlarimiz. Albatta bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. E'tiboringizga o'zimizning milliy qadriyatlarimiz, milliy kiyimlarimizning namoyishiga beramiz. Marhamat.
Go'zal va latofatli qizlarimizga yana bir bor guldiroz qarsaklaringiz. Xo'p, endi biroz bemalol bo'lishga harakat qilamiz, chunki hozir sizlarning e'tiboringizga avvalgi konsert dasturlarimizda ham eng iqtidorli talabalarimizni sahnamizga olib chiqamiz, to'g'rimi? Guvohi bo'lgansiz-a? Bugun ham eng iqtidorli talabalarimizni san'at ijodlarini sizlar bilan baham ko'rishga harakat qilamiz. Hozir men mamnuniyat bilan kimni e'lon qilamiz? Shahzoda Rahmonaliyevani e'lon qilsak. Marhamat, sizlar uchun Rahmonaliyeva Shahzoda kuylaydi. Qarsaklarni chalib qo'yasizlar. Bulbul sabon dil berding, senga to'la dil berding, menga qo'shig'im bo'lding, o'zbegim, o'zbegim. 34 yoshdasan, gultojimsan, boshdasan, sen boshqasan, boshqasan, o'zbegim, o'zbegim. Tuprog'i to'tiyoyur, bag'ri to'la ziyoyur, osmonda oy yagona, yurakda o'zing tanhoyur. Kimlarga armon bo'lding, kimlarga darmon bo'lding, bu yurt ipak yo'lida eng yo'lib karvon bo'lding, eng yo'lib karvon bo'lding. Bulbul sabon dil berding, sevgi to'la dil berding, menga qo'shig'im bo'lding, o'zbegim, o'zbegim. 34 yoshdasan, gultojimsan, boshdasan, sen boshqasan, boshqasan, o'zbegim. Mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim, mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim. Quchog'ing kezib yurdim, iqboling sezib yurdim, suygansan onam bo'lib, baxtingda baxtim ko'rdim. Kimlarga armon bo'lding, kimlarga darmon bo'lding, bu yurt ipak yo'lida eng yo'lib karvon bo'lding. Bulbul zabon dil berding, sevgi to'la dil berding, menga qo'shig'im bo'lding, o'zbegim, o'zbegim. 34 yoshdasan, gultojimsan, boshdasan, sen boshqasan, boshqasan, o'zbegim, o'zbegim. Mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim, mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim, o'zbegim. Hey yurtim, o'zim aylanay, o'zim o'rgilay. Hey yurtim, adoying bo'lay, fidoying bo'lay. Mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim. Mohida bor, o'zbegim, shirin zabon, o'zbegim. Ofarin Shahzoda, vokalga qatnashganmisiz? Vokalga qatnashmasdan turib shunaqa chiroyli kuyladingizmi? Yana bitta qarsaklaringiz bo'lsa shu kuyingizga. Tempga, ritmga juda ham zo'r tushdilar. Shahzodadan ham chiroyli qo'shiq aytdingiz, adashingizdan ham juda zo'r. Mana sahna ortida biz ham birga kuyladik va raqsga tushdik. Rahmat sizga, kattakon. Знаете, я больше не понимаю, кто я. Иногда мне кажется, что я есть, а потом вдруг раз и нет. Как будто бы
вот оно не пройдет, оно сидит внутри меня. Сидит и выдавливает меня из себя. Я стараюсь быть хорошим. Я встаю, улыбаюсь и говорю, все хорошо, а ничего не хорошо. Вот вы, да, вы хотите плакать? Плачьте. А вы смеетесь? Смейтесь. Показывайте свои искренние эмоции. Не бойтесь. Вас никто не осудит. Я показываю всегда. Я хочу быть счастливым. Просто быть счастливым. И все. Никогда, слышите? Никогда не скрывайте чувств своих эмоций. Ведь люди иной раз этим очень пользуются. И явно, что это далеко не хорошо. Нехорошо. Просто нехорошо. Birinchi kurs rus guruhi Ruslan Bezmenov. Rahmat. Sahnamizda universitetimizning shirali ovoz sohibi jonli ijroda bitta guldiroz qarshi chalib bersanglar, Sarvar kuylaydi. Marhamat. Keling Sarvar. Bir hodisa ro'y berdi birdan, ulkan temir qush falakdan davom etardi parvozda. Men ko'zlari bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib ehtiyot esa mayli endi bu muhammas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga senikiday o'zi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. To'lib toshgan hayajoning qalbaga kulib yashirding, zo'rg'a ushlab qolding ko'z yoshing. Nima sezdi vujuding, yo qiynaldi vijdoning, olib qochma mendan nigohing. Nega shu bugun kim bilardi aynan bizga bog'liq vaziyat. Bu hollar qayda, savol bermayman, sen qo'rqma, ayblanmayman, yo'q taqdir shunchaki bir yurak bo'lgan endi chirparchan. Axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib ehtiyot esa mayli endi bu muhammas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga senikiday ovozi bu mo'jiza,
Endi navbatlar ketma-ketligi hammasi bizda jonli ijroda bo'ladi. Hozir sizlar uchun go'zal raqs. Universitetimizning eng iqtidorli, latofatli qizlaridan. Marhamat. Judayam ajoyib. Rahmat. Xo'p, sizlar uchun yana bir jonli ijro
sohibi, universitetimizning eng iqtidorli talabasi. Sizlar albatta bu ovozni eshitgansizlar, jonli ijroda. Sizlar uchun Sunnat Turdiyev kuylaydi. Muxlislar ham yetarli. Bugungiday ko'kdan yog'ilarkan nur oqshom bog'larida uchrashar edik. Ko'ngilda bir ajib halovat huzur bash oqshomlar ajrashar edik. Kelasanmi derdim xayrlashar chog', kelaman derding sekin iymanib, tilimning uchida hanuz shu so'roq, hanuz yuragimni aylaydi mayib. Biz yurgan yo'llarini birga jamlasak, borib kelish mumkin oyga piyoda. Lekin ko'nglimizda ko'ngil jonsarak, endi bu gaplardan kimga ne foyda? Kelasanmi derdim xayrlashar chog', kelaman derding sekin iymanib, dilimning uchida hanuz shu so'roq, hanuz yuragimni aylaydi mayib. Yana o'sha bog'da uchrashib nogoh, erta kelasanmi kela qol desam, sog'inchlar bag'ringni o'rtasida moh. Kelaman demaysan ko'rging kelsa ham, kelasanmi derdim xayrlashar chog', kelaman derding sekin iymanib, tilimning uchida hanuz shu so'roq, hanuz yuragimni aylaydi mayib. Kelasanmi derdim xayrlashar chog', kelaman derding sekin iymanib, tilimning uchida hanuz shu so'roq, hanuz yuragimni aylaydi mayib, hanuz yuragimni aylaydi mayib. Sunnat Turdiyev. Rahmat. Mehmon ijodkorlar ham tashrif buyurishgan. Aynan hozir sizlarga e'tiboringizga havola qiladigan mehmonlarimiz, ya'ni mehmonimiz emas, mehmonlarimiz O'zbekiston xalq artisti Rishana Sultonova boshligidagi Sanam raqs ansambli. Marhamat.
ansambli. Tashakkurlarimiz. Marhamat. Bitta ko'zroz qarsagilar bo'lsin. Qalay, yoqdimi? Haqiqatan ham o'zimizning milliy raqslarimiz juda ham go'zal, juda ham ajoyib. Ana endi hozirgi navbatni birinchi kurs rus guruhi. Albatta sizlar bilgan Ruslan Bezmenovdan qo'shiq tinglaymiz. Marhamat, Ruslan Bezmenov. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то тут за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете это. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, вот это все не напрасно было. Танцуют все вдруг, как в сказке скрипнут. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то тут за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг как в сказке скипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то был за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Спасибо большое. Ruslan Bezmenov. Rahmat. Yuqoriga aylantirishingiz rahmat. Tashakkurlar sizga. Xo'p, ana endi biz kutgan mehmon. Bilasizlarmi kimni kutdik? Albatta, estradamizning yorqin yulduzi, har doim bizni xursand qilishga harakat qilib kelayotgan estradamizning yorqin yulduzi, jonli ijro sohibi sahnamizda Elyor Mellipoyev kuylaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Elyor, xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, bormisizlar? Hammangizni bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Va kelgusi hayotingizda ishingizlarga omad tilab qolaman. Hammaga yaxshi kayfiyat, chiroyli qo'shiqlarim, marhamat. Sizlar uchun tayyormisizlar? Biladiganlar bo'lsa birgalikda baland ovozdan maza qilib ijro qilsanglar bo'ladi. Qani ketdik, marhamat. Boshqatdan texnik nosozliklar bo'lib turadi, to'g'rimi? 5 1 2 3 Bormi biladiganlar? Quvvat olaman shirin so'zingda kel bir o'qay
ishqni o'yin qilgan nomardni menman. Vaqtini boy bergan qarg'oni menman. Endi o'zimni yeyman. Kech bo'lsa ham kechmayman sendan. Ne bo'lsa ham kechmayman sendan. Rahmat, kelinglar. Shu joyni birgalikda naqoratini aytib ko'ramiz. Biladiganlar bilan. Ne bo'lsa ham kechmayman sendan. Sensizlikni so'rama mendan. Yuz bursa ham bu keng olam bizdan. Sensizlikni so'rama mendan. Sensizlikni hayır, gap bo'lishi mumkin emas. Bu qarsiydi bitta o'zinglar uchun bitta. Dildo'z. Rahmat. Davom etamiz, marhamat. Yaqinda yozgan qo'shig'imiz bilan. Marhamat, qani keling. Kimligim xatolmay qoldik. Arosatda qolgan toylarni birma-bir saralab oldik. Yo'q tamommas, haqni haqiqatni tamommas. Ayol qizlar nozik qalblarni birma-bir saralab oldik. Aytilgan yolg'onlar takrorni, yuksak kiygan erkaklarni, quloq solgan tendaklarni birma-bir saralab oldik. Aytilgan yolg'onlar takrorni, yuksak kiygan erkaklarni, quloq solgan tendaklarni qaytmas sher bo'lar, so'zi o'tkir bo'lar, er bo'lar. Ular esa bir kun yer bo'lar. Kim sher kim yer saralab oldik. Ay bo'ylab choq qazishga tayyor, hushyor bo'lgan yorlardan el yor. Ey Alloh o'zi senga bo'lsin yor. Mardni saralab oldik. Aytilgan yolg'onlar takrorni, yuksak kiygan erkaklarni, quloq solgan tendaklarni birma-bir saralab oldik. Aytilgan yolg'onlar takrorni, yuksak kiygan erkaklarni, quloq solgan tendaklarni birma-bir saralab oldik. Yer ham qabul qilmas ahvoli arang. Yubka ko'ylaklarda yurishni qarang. G'iybatga sherik bo'lgan erga shoylar o'xshab qolmasin bir kun.
taklif qilaman. Son. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Rıza sözü Hungary çetlesi devlet ver. Rıza sözü Hungary çetlesi devlet ver. Benim tek sen eseri tek etiren nur kızı. Benim tek sen eseri tek etiren nur kızı. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Ah qara qırmızı canay Fransız kızı. Yarı var acının onlar günler edin. Yarı var acının onlar günler edin. Yüz ay bende güzel yüz kaş kallar edin. Damaklı yazarım da canım erler edin. Yarı var acının onlar günler edin. Yarı var acının onlar günler edin. Yüz ay bende güzel yüz kaş kallar edin. Damaklı yazarım da canım erler edin. Sayman şahvat tatlımışam bilmemişem. Eredeyim dünya can olsuna girmemişem. Aziyet çekme gitmeyin sulta olmamışam. Ben seni sırlayım kan babanın gülbaz. Ben seni sırlayım kan babanın gülbaz. Yes ulan kaperistan babanın gülbaz. Yes ulan kaperistan babanın gülbaz. Babanlayım senin can babanın gülbaz. Babanlayım senin can babanın gülbaz. Sayılan şahvat tatlımışam bilmemişem. Eredeyim dünya can olsuna girmemişem. Aziyet çekme gitmeyin sulta olmamışam. Ben seni sırlayım kan babanın gülbaz. Ben seni sırlayım kan babanın gülbaz. Yes ulan kaperistan babanın gülbaz. Yes ulan kaperistan babanın gülbaz. Babanlayım senin can babanın gülbaz. Babanlayım senin can babanın gülbaz. Babanın gülbazı.
olov yotyapti. Dardim bilib olafar kelgan sovchini qolyapti. Men turib hamsoyangiz qizini boyga sotyapti. Boyga sotyapti. Boyga sotyapti. Şa jamol, jamol umri, la bir şarabi, su umri. Şa jamol, jamol umri, la bir şarabi, su umri. Maçılı kızdım Selman'ım Nuraysen, güzel kızdı güzel hanım Nuraysen. Maçılı kızdım Selman'ım Nuraysen, güzel kızdı güzel hanım Nuraysen. Ay sen kızı sen tekimi, o kalbime aklı verin sevgimi. Yoktu güzel batını bu sevgimi. Karantinum Nurey hanım Nuraysen, maçılı kızdım Selman'ım Nuraysen. Karantinum Nurey hanım Nuraysen, maçılı kızdım Selman'ım Nuraysen. Şa hanım jamol, la bir şarabi, su umri. Şa hanım jamol, la bir şarabi, su umri. Davrani tark etish yo'q, hali bor. Eng zo'ri bor. Yana Shuhrat, harakatning marhamat. Kalla
Xo'p. Endi ozgina nafasni rost olamiz. Biladiganlar, menimcha bu joyda deyarli 100% odam bilsa kerak. Kelinglar, shuni birga aytamiz. Marhamat. Hayatımda yangi sahifa açıp kirib kelding, sevgiden ko'ngli qolgan yigitning ko'nglin olding. Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim. Yolg'on ekan avvalgisi, afsus kech bildim. Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim. Yolg'on ekan avvalgisi, afsus kech bildim. Birga dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Oydan ko'ra seni sevdim. Sadoqatingni hurmati sevaman bor umrim bilan. Vafoli hayoli yor bo'l, taskin toparman qalbim bilan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Xiyonatdan qiynaldi dilim, ko'ngil qoldi go'zal sanamdan. O'tmishimni aytmay hech kimga, alamim oldim qalamdan. Endi borsan yonimda, go'zal bu hayotimda. Xush kelibsan ko'nglimga, mening yangi muhabbatim. Lekin bu qo'shiqni ham jonli ijroda aytib ko'rmasak bo'lmaydi. Sizlar bilan yana birgalikda. Dildagi kuygan cho'g'i so'ndi osmondagi oydan. Sadoqatingni hurmati vafoli hayoli yor bo'l, taskin toparman qalbim bilan. Dildagi dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Oyim, o'zi
sizlarga bu komandani tashlab ketsam yetarkan, qo'shiqchi kerak emas ekan sizlarga. Chunki notada aytyapti-da hamma. Shunisiga qoyil qolman. Gap bo'lishi mumkin emas, rahmat. Sog' bo'ling. Do'st, kim yo'q. Yana bitta qo'shiq aytsam, ruxsat berasizmi? Xo'p. Marhamat. Chorbog'i bolo Chinor balande Chorbog'i bolo Chinor balande Laboni yorim shirin jon Labosh purqande Laboni yorim shirin jon Labosh purqande رفته نگفتی من یار دارو رفته نگفتی من یار دارو در شهر کلام شیرین جان غمخوار دارو در شهر کلام شیرین جان جوانی باید بدانی حالا جوانی باید بدانی این دنیا دروغ جورم جان باید بدانی این دنیا دروغ جورم جان شیرین جان لباش Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan mana shunaqa diydor ko'rishga sababchi insonlar mana shu universitetda rektorlariga hamda barcha o'qituvchilariga minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari sizlarga eng katta rahmat aytmoqchiman. Aziz tengdoshlar, rahmat.
guldiroz qarsakiylar bo'lsin. Kayfiyatlar qanday? Zo'rmi? Yaxshi. Ya'ni mehmon ijodkorlarimiz hali bor, kayfiyatingizni yanada ko'tarishga harakat qilamiz. Bilasizmi, hozir kimni davraga taklif qilamiz? O'zbekiston xalq artisti Rishona Sultonova boshchiligidagi Sanam raqs ansambliga navbatni bersam-da va ulardan go'zal raqs tomosha qilsak, guldiroz qarsakingiz bilan. Marhamat. Sanam raqs ansambli guldiroz qarsakiylar. Rahmat. Kelinglar, marhamat. Hurmatli mehmonlar, aziz ishtirokchilar, bugungi tadbirimiz davomida milliy qadriyatlarimizning nechog'lik boy, bebaho va avlodlar uchun ibratga mos ekaniga yana bir bor amin bo'ldik. Har bir urf-odat, har bir an'ana bu xalqimizning ruhiy kuchi, tarbiyamizning poydevoridir. Tadbirimiz yakuniga yetar ekan, barchangizga faol ishtirok uchun va e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bugun biz nafaqat qadriyatlarimizni esladik, balki ularni asrash, avaylash har birimizning mas'uliyatimiz ekanligini his qildik. Qadriyatlarni ulug'lagan xalq kelajagi porloq bo'ladi. Bugungi mana shunday ma'rifiy tadbirda barchamizning qalbimizda iftixor, vatanga bo'lgan muhabbatimiz yanada mustahkam bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Tadbirimiz yakunida barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Albatta, milliy qadriyatlarimizni asrab avaylab, ularni yosh avlodga yetkazishda hammamiz birdek mas'ulmiz. Keling, mana shunday ezgu an'analarni birgalikda davom ettirib, bir-birimizning oramizda mana shunday yaxshi kunlarda bir-birimizga targ'ib qilib yurishimizni hammanglarga tilab qolamiz. Konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Talabalarimiz uchun talabalik kuni muborak bo'lsin. Barchangizni yana bir bor tabriklaymiz.